Farg'ona shahar San'at saroyi Media parkda orqasidagi 5 qavatli binoning 5-qavatida plus mansardi bilan umumiy 7 xonadan iborat kvartiramiz sotuvga qo'yilmoqda. Sizlar bilan obzorini ko'rib chiqamiz. Bak kirganimizda prexoshka, mana eshiklar ham zamonaviy, yaxshi eshiklar foydalanilgan. Va mana kirganimizda prexoshka va chap tomonda bitta bolalar uchun xona. Bu va ro'parada bitta sanuzel va bu tomonda mana kattalar yotoqxonasi va 3 metr verandasi ham bor va romlar Akfa rom va MDF eshiklar o'rnatilgan. Va bu tomonda yana bitta ya'ni hojatxona qilingan bu tomonga va bu tomonimiz oshxona qismimiz. Ko'rib turganimizdek, xonadonimizdagilar o'zlari xohlagan oshxona mebellari bilan to'ldirishlari mumkin. Yana bir ma'lumot, xonadonimiz kontrli отоплениялар bilan jihozlangan. Mana batareyalari ham yangi. Va bu zal qismimiz. Va bu yerda mana mansardiga chiqamiz. Ya'ni mansardni 2-qavat ko'rinishida qilib qo'yishgan uyimiz egalari. Va bu mana ko'rib turganimizdek mansard zal qismimiz. Bolalarimiz uchun juda ham ajoyib dizaynda qilingan, bolalar uchun ya'ni tayyor qilingan. Va bu mana bitta xona. Ko'rib turganimizdek ranglari ham umuman unaqa bir bachkana ranglar emas. Xush yoqadigan odamga ranglar, charchatmaydigan ko'zni. Va kirganimizda mana yana bitta xona bolalar uchun albatta bu ham va bu tomonda ham bir xil yana bitta xona mavjud va 2-qavatda ya'ni mansarda ham o'zini sanuzeli mavjud. Mana bu tomonda ko'rib turganimizdek remont holati juda ham ideal. Kirib olgan mijozlarimiz narsalari bilan shunday kelishadi, shunday yashashadi. Barcha sharoitlar qilingan. Dajana kabinetlar tashab ketilgan. Xo'p, kvartiramizning narxini bilmoqchi bo'lganlar kommentariyaga plus belgisini qoldiramiz. Qancha deb o'ylaysizlar? Kimgadir qiziq bo'lsa, quyidagi nomerlarga qo'ng'iroq qiling, yana ham to'liqroq ma'lumot beramiz.